Landshaft uchun $200,000 sarflangan hovlini bugun obzorni qilib beramiz. Assalomu alaykum. Bugungi videoda O'zbekistonda eng professional tarzda hovliga qilingan landshaftni obzorini shu videoda ko'rishingiz mumkin. Agar sizda hovlingiz yoki terrasa yoki ochiq maydoningiz bo'lsa, bu video aynan siz uchun va bu video orqali siz ko'p savollaringizga javob topishingiz mumkin. Energy kompaniyasi katta kompaniyalarning loyihasini amalga oshirganmiz. O'rta Osiyoda eng katta loyihani biz qilganmiz. 6 sotuvda realniy zeleniy zona yaratilgan. Taxminan $2,500 ga baholanadi. Angliyadan olib kelingan atirgul bo'ladi, angliskiy atirgul. Dunyo bo'ylab nomer 1 atirgul bo'ladi. Bu Gollandiyadan olib kelingan atirgullar. $5-50 atrofida bo'ladi bitta butasi. $2,500 o'simlik. Italiyadan olib kelganmiz bu so'rini konstruksiyani. Men Nargiz Usmanova, bahor gullarining asoschisi va rahbari bo'laman. Bugungi kunda jamoam bilan mingdan ortiq landshaft loyihalarini yaratganmiz va O'zbekistonda 20 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Energy kompaniyasi va hokazo katta kompaniyalarning loyihasini amalga oshirganmiz va O'zbekiston bo'ylab emas, butun O'rta Osiyoda eng katta loyihani biz qilganmiz deb gapirishim mumkin. 2019-yil Samarqand loyihasini 120 kilometr ko'chalarni obodonlashtirish ishlarini 3 yil davomida 500 kishi xodimlarimiz bilan bajarib kelganmiz. Bugungi videoda aynan bu hovliga nima uchun $200,000 landshaftga sarflanganini obzorini ko'rib chiqamiz va landshaft yaratilayotganda nimalarga e'tibor qilish kerak va nima uchun landshaft muhim mavzuligini razborini qilamiz. Xullas, professionallar qanaqa yondashadi o'zini hovlisiga. Masalan, men juda ko'p obyektlarni o'zim bajarganim uchun har xil obyektlarni ko'rganman. Kichkina, katta, masalan, klientning xarakteriga moslab yasab berardi. Kimdirlar shunchaki strogiy hovli bo'lsin deydi, kimdirlar faqat gullab tursin deydi, kimdirlar faqat archa bo'lsin deydi, kimdirlar faqat gazon bo'lsin deydi-da. Kimdirlar uchun dangasalar uchun yaratiladigan landshaftlar bor. Вот, lekin bu hovli aslida unaqa umuman har xil nima deydi, bahonasiz maksimal darajada yaratilgan hovli. Значит, bu hovlimiz yaratilishdan oldin nimalarni biz o'ylaganmiz? Avvalambor bizga juda ko'p ishlaymiz, bilasizlar, va shum gam ko'chani, shovliqini uyga kelganimizda bizni jannatga kelganimizni, to есть jannatga kelgandek his-tuyg'ularni his qilishimiz uchun bu loyihani boshqacha o'ylaganmiz. Masalan, hovlimiz 12 sotuv, bekorga emas va uyimiz taxminan 3,5 sotuvga qurilgan. Значит, brushatkalarni olib tashlasa, hovlimizning o'zi taxminan hozir 6 sotuvda realniy zeleniy zona yaratilgan. 6 sotuv bu ham juda ham yaxshi. Biz birinchidan основной yo'laklarni qanaqa qilib, mana uy atrofida полный yo'laklarimiz bor va biz xohlaganmiz hovlidan maksimalniy foydalanish. Faqat uy ichida qolib ketishni xohlamaganmiz. Shuning uchun letniy kuxnyani o'ylaganmiz. Nimaga? Chunki bizda O'zbekiston quyoshli shahar, davlat yil davomida ko'proq biz hovlida vaqtimizni o'tkazaylik deb letniy kuxnyani o'ylaganmiz proyektda va undan tashqari dam olish zonasi bizga kerak bo'lgan. Ya'ni bu besetka. Undan tashqari basseynni o'ylaganmiz. Basseyn ham bilasizlar, yozgi mavsumda juda kerakli narsa. Basseynimiz ham katta, menimcha bir 12 metr uzunligi. Va alohida har xil mana bunaqa ko'rib turganingizdek, masalan, alohida hududlar, mana deylik, men juda ko'p Angliyada bo'laman va angliskiy sadlarni ko'rib ko'zim pishib ketgan, rosa menga yoqardi. Mana bu hududimizni taxminan angliskiy stilga o'xshatsa bo'ladi. Qaranglar, bu kartada umuman gazon yo'q. Bu yerda ko'p yillik mana bunaqa o'simliklarimiz bor, lekin buni otini точный bilmayman, chunki o'zi bizani bahor gullarimizda taxminan 2000 dan ziyod, to есть assortiment, turli o'simliklar bor. 2000 ta o'simliklarni fizически, умственно men eslab qola olmayman, shuncha uzrli. Xullas, mana bunaqa seri o'simligimiz bor. Undan tashqari qaranglar, sirень yaxshi ko'rganim uchun turmush o'rtog'im 2 yil ilgari mana bunga sirень butasini ekib berdilar. Bu sirень oddiy ruskiy sirень deyiladi. Bahorda aprelskiy sirень. Aprelda gullaydigan sirenyimiz juda chiroyli bu yil gulladi. Va hovlimiz katta bo'lgani uchun atrof muhitlarda umuman daraxt bo'lmagani hisobiga yozda jazirama issiq bo'ladi. Shuning uchun
Mana masjidga biza Rabinia kaskatrush daraxtini ekkanmiz, ko'rsanglar bo'ladi, juda katta. Men o'zi tarafgoriman. Mana bunaqa tez o'suvchi daraxtlarni hovliga ekilsa. Chunki bu mana qaranglar, ko'rkam berib turadi hovliga. Juda ham chiroyli. Bahorda rosa chiroyli uzum shodasiga o'xshab fioletoviy gullaydi, rosa zo'r. Undan tashqari, mana bizda bu yoq tarafimiz sal salqinroq. Salqinligini hisobiga bu yoqga salqinda yashaydigan alkuba ekilgan. Juda ham chiroyli. Bu vechni zeleniy o'simligimiz. Lekin quyosh yomon ko'radi. Va mana bu yerda yashil yelimiz bor. Buni ham menimcha 2-3 yildan keyin buni olib tashlaymiz bu yerdan, chunki mana bu plafon, to есть fonarga xalaqit qiladi. Va yirik o'simliklarimizda mana bu yerda Buxus makrofila pompon shaklida ekilgan. Bu ham vechni zeleniy o'simlik. И mana yonimizda shtampoviy можжевельник juniperus ekilgan. И bu yoqda gazon bo'lganida boshida, lekin gazon sal bizani charchatib qo'ydi, chunki yozgi mavsumda gazonni deyarli har 8-10 kunda kesib turish kerak. 5 santimetrdan baland bo'lib ketsa, gazon u nima deydi, kesilgandan keyin tagiga qurishni boshlaydi. Juda ko'p muammolar keltirgani uchun biz gazon o'rniga gibridniy geran ekkanmiz. Qaranglar, rosa chiroyli gullab turibdi. Xuddi gilamga o'xshaydi. Xullas, mana bu kartamiz o'zgacha angliskiy stilda yaratilgan. Вот. Endi mana bu kartam bor, rosa zo'r. Bu yoqda bonsai o'simligimiz bor. Bu bonsai menimcha 2 yil bo'ldi ekanimizga, sal kichkinaroq edi. Lekin buni o'stirib, mana bunaqa shariklarni kestirib, yaxshi nima deydi, tovarni, to есть eksklyuzivniy mahsulot qilib, eksklyuzivniy o'simlik qilib yaratib parvarish qilyapmiz. Qaranglar, bu bonsai boshida betga ekilgan paytida taxminan narxi 1200 atrofida edi, $1200 atrofida edi. Lekin mana shu razmerdagi, mana hozirgi mana shu bonsai kovlab olsam, taxminan $2500 ga baholanadi. Ya'ni qaranglar, ba'zida klientlarimga bu narsa kerak bo'lib qolsa, mavsumi bo'lsa, men даже hovlimdan mana shu gulni ko'chirib klientim uchun sotishim mumkin. Lekin men uchun klientni потребности главныйroq. Klient xafa bo'lib qolmasin deyman, so'ragan narsasini yetkazib beringlar deyman. Nimaga? Chunki konkurentlarim ketishini xohlamayman. Shuning uchun ba'zi o'simliklarimizni, endi o'simliklarni hovlidan sotaveramiz. Вот, buni tagida budleya butalari ekilgan. Budleya juda ham chiroyli. Bu ham rangi binafsha rang. Chota qaranglar. Bu yoq binafsha rang budleya. Mana bu ham binafsha rang, gibridniy rang. Mana bu ham binafsha rang gullari gullayapti. Juda ham chiroyli. Rangi moslab landshaftga o'simliklarni podbor qilish kerak. Baribir effekti katta. To есть rangi o'zi bir-biriga yaqin ranglar tanlansa, manzara chiroyli turadi. Keyin bizda mana bu katta zonamiz bor. Bu yoqda Normandiyani pixtasi ekilgan. Ko'rsanglar bo'ladi, juda chiroyli, lekin O'zbekiston iqlimiga tutishi qiyin. Nimagadir bizani uyimizda tutyapti. Quyosh chiqib turibdi, lekin biz bunga alohida e'tibor ko'rsatamiz. Hozir biz 1,5 oydan keyin bunga setka moslamani quramiz. To есть quyosh tikka tushadigan paytda 1,5 oy davomida pana yasaymiz. Shunaqa qilib gulga yordam beramiz O'zbekiston iqlimida выжить qilishiga. Endi to'g'ri, kimdir aytadi, masalan, nima keragi bor, o'zini qiynash deyshadi-yu. Lekin masalan, krasota требует жертв deganda, mana shu жертвani bersangiz, u sizni chiroyli qilib, xursand qilib, anaqa qiladi. Iforini ko'rsatadi. Mana shu pixta ham shu haqida. To есть hovlimizni chiroyli bo'lishi bu shunchaki landshaft qilib ketildi bo'ldi emas. Har bitta hovlini o'zini bog'boni bo'lish kerak. Va bog'boni albatta o'simliklarni yaxshi ko'rish kerak. Oddiy misol, atirgulga qarasa bo'ladi. Kimdir bog'ida atirgul juda ham chiroyli gullab, rang-barang yashaydi-da. Kimdir hovlida o'sha atirgul umuman kam gullaydi va kasal tushgan, umuman xunuk holatda bo'ladi. Bu nimani aksi? Bu bog'bonni mehri. Shuning uchun man degan landshaft yaratilgan bog'ga bog'bon kerak. Masalan, menga ham bog'bon kerak, meni bog'bonlik qilishga vaqtim yo'q. Lekin bahor gullarida servis отделimiz bor. Juda ham zo'r jamoa. Shaxsan o'zimni shogirdim u yonni boshqaradi. Ularni taklif qilib turamiz. Srochidan deyman telefon qilib. Hovlimizdan chiroyli qilib ketgan, strishka qilib ket, atirgulliga kasal tushdi, dorilarni qilib ket deyman. Ertasiga g'iz etib komandasi bilan kelib, mana shu joylarni chiroyli qilib ketadi. Bu yoqda yana bitta zonamiz bor. Bu yoqda ham gazon umuman yo'q.
Bu yoq как alpinariy deb hisoblasa bo'ladi. Alpinariy endi tipa gruppa rastений, har xil turdagi rastениyalar, toshlari bor orasida. Mana bu yoqda ko'rib turganingizdek, veshni zelenoy o'simliklarimiz bor. Veshni zelenoy archalar bu qishda umuman bargini tushirmaydi va yam yashil bo'lib turadi. Undan tashqari bu yoqda ko'p yillik o'simliklar bor. Ko'p yillik o'simliklarning bitta muammoli joyi bor. Bu qishda umuman yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha joyi turpoq bo'lib turadi. No bahorda u yana uyg'onib barglaydi va gullaydi. Juda ham chiroyli, kech kuzgacha ham bemalol yashab turadi. Mana shu kartamizda ko'p o'simlik, ko'p yillik o'simliklarimizni turi taxminan 15 xil. Juda chiroyli. Men ularni ko'rsatib ketaman. Hozir bu iris o'simligimiz. Irislarni lekin bu yerda har xil sortlari bor. Sariq, savzirang va binafsha rang irislarimiz bor. Undan tashqari mana bu yerda lileyniklar bor, juda beozor gullar. Qarang. Lileyniklar bu liliyaga o'xshaydigan gul. Endi ko'plar bilsanglar, oldin SSR davridan qolgan ranglari bu savzirang bo'lgan, to есть oranjiy rangi. Lekin biz O'zbekistonga Gollandiyadan boshqa turli rangli lileyniklarni olib kelganmiz. Bahor gullarida assortimenti ko'p. Juda chiroyli. Mana bu bitta guli to'g'ri ochiladi, 2 kun yashaydi, ketidan boshqa yetilgan g'unchasi ochiladi. To есть beto'xtov yiliga taxminan 4 oy davomida gullaydi. Xo'p, undan tashqari bu yoqda bizda hostalarimiz bor. Hostalarimiz juda chiroyli, lekin hosta injiqroq gul va u salqinga kelishi kerak. Bu yil hostalarim ko'payib ketdi, vijillab ketdi. Turmush o'rtog'im bilan aylanganimizda bog'imizni Nargiz mana shu hostalardan ko'paytirishimiz kerak dedilar, chunki juda chiroyli sortda chiqib qoldi. Yiri baylari va ottenkasi голубой, moviy rang ottenkasi. Ko'pini kovlab oldik, bahor gullariga ishlab chiqarish yo'nalishimizga berib yubordik, dalcha razmnожение qilinglar deb. Ozgina sini qoldirib ekib qo'ydik, xudo xolisa bu ham yana ko'payadi. Va qo'shimcha mana hozir yana lileyniklarga qaytyapmiz. Mana qarang, bu yoqda o'sha boshqacha turli lileyniklar bor, sariq rangli. Bularni bilasizmi? Men nimaga o'xshataman? Bahorda freziya degan gul bor, juda chiroyli, ochilib turadi, buketga ishlatiladi, hidi zo'r. Mana shunaqa freziyaga o'xshagan lileyniklarimiz bor. Juda chiroyli o'zigacha. Bu yoqda mana irisimiz bor ekan, pestri bayli, chiroyli. Va qaranglar, bu yoqda mana xvoyni sosnamiz bor. Xvoyni sosna, to'yi avra bor mana bu yerda. Buksusimiz bor ekan. Va Gartenziya paniculata bor. Gartenziya paniculata endi hozir 1,5 oydan keyin gullaydi. Oppo, mana shunday bodroga o'xshab gullari ochiladi. Juda ham chiroyli, O'zbekistonda hozir populyarniy bo'lyapti. Aynan o'zbeklar ko'p gartenziyani yaxshi ko'rishyapti. Lekin gartenziyani 2 xil turi bor. Ya'ni bitta turi mana bu Gartenziya paniculata. Bu gartenziya quyoshda bemalol o'sadi va gartenziya makrofila bor. Bilsanglar agar buketda rosa modniy bo'ladi. Mana shunday голубой, розовый gartenziyalar. Ular makrofila gartenziya bo'ladi va ularni faqat salqin joyga ekish kerak bo'ladi. Menda umuman gartenziya makrofila yo'q, chunki hamma joyim quyoshli. Вот. Значит, bu yoqda barbarisimiz bor. Именно mana qaranglar, kartamda rang-barang, to есть bu yerda o'zini qanaqadir boshqacha atmosfera yaratganmiz. Barbaris qizil. Bu ham chiroyli rang berib turadi va yonida nandini bor. Nandini bu mana oppoq gullayapti hozir. Qishga yaqin mana shu gullari nima deydi? Yagidkaga aylanadi va qip-qizil yagidkali mana shunday shodasi bo'lib turadi. Qish bilan turadi. Juda chiroyli. Qor tegida ham qizil yagidkali nandini turadi, rosa zo'r. Mana gartenziyalarimiz xudo xolisa tayinlanyapti. Har bitta mana shu shoxidan katta bodrodek gullar chiqadi. Xudo xolisa yozda bolalar kelsa, videoga olib ko'rsatamiz. Вот. Endi mana bu yerda toshlar joylangan. Ionimus bor mana bu yerda. Ionimus bu ползучий ionimus. Bu yoqda можжевельник bor. Blue carpet degan sorti. Bu ham gazon o'rniga ba'zi joylarga yaxshi, shunday yerga yopishib o'sadi, juda chiroyli. Moviy rangi. Va mana bu yerda spireya rozovый gulimiz bor, juda ham chiroyli, yozga yaxshi. To есть bizani quyoshga bemalol issiq haroratimizni ko'taradigan o'simlik. Xullas, mana bu kartamni obzorini qilib berdim. Bu karta o'ziga yarasha har kuni ertalab chiqqanimda meni nasreniyamni ko'taradi, chunki har gal chiqqanimda yangi ranglar, yangi gullar ochilishi boshlaydi. Вот, landshaft nima uchun kerak? Ishdan charchagan paytingizda, hovlingizda kelib, mana bu yerda manzarani tomosha qilsangiz, boshqacha tuyg'ular keladi. To есть расслабление, chiroyli, da, to есть go'zal manzarani ko'rsangiz, boshqacha bo'ladi. Va mana shu yo'legimizni aynan bizani letniy kuxnyaga olib boradi. Bitta mana shu yo'legi bizni arka yasatirganmiz temirdan. Juda chiroyli.
O'tgan yil arkamni atirgullari tepagacha o'sib, gullar chiroyli bo'lgan edi. Lekin qish qattiq kelib, sovurib ketdi gullarimni. Shuning uchun majbur bo'ldim yangi nihollarni ekib, boshidan o'stirishga. Landshaft bu nima desam ekan? Tri narsada, o'simliklar hammasi tri. To есть, ba'zi paytda oddiy misol kimdir ko'zi tegib qolsa ham u qurib qoladigan holatga kelishi mumkin. Shuning uchun o'simliklarga e'tibor bilan yondoshishimiz kerak. Ya'ni agar qattiq qish keladigan bo'lsa, men endi o'zim uchun bilib qo'ydim, что atirgullarimni o'rab qo'yaman. Shunda atirgullarim mana shu polni yozim bilan gullab chiroyli bo'lib turadi. Va atirgullarni alohida to'xtalib ketamiz. Atirgullar O'zbekiston iqlimiga umuman beozor gul hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga ham atirgul ekishinglarni tavsiya qilaman. Agar hovlingizda faqat yam-yashillik bo'lsa, atirgul qo'ysanglar, bahordan kech kuzgacha ham gullaydi. Mana atirgullarim bu, mana letniy kuxnyam va mana besetka qo'yamiz har doim o'tiradigan joy. Mana shunaqa klumbamiz bor. Klumbada mana bunaqa miniatyurniy kitayskiy atirgullarimiz bor. Juda ham chiroyli, beto'xtov gullaydi. Och, pushti rang, juda ham chiroyli. Vot, endi basseynga yaqinlashadigan joyga kelamiz. Bu yerda bitta kartamiz bor, mana. Bu yerda bizda problemli zona bo'lgan. Даже biz ham mana qanchalik mutaxassis bo'lmasak ham, bizda ham o'simliklar bilan muammo tug'iladi. Mana mamta shpalera ekkanmiz. O'tgan yili shpalera bitta, ikkita, uchta. Bu shpalera nima uchun? Endi masalan u yoqdan bu yoqqa qarasangiz, devori, oq devori ko'rgimiz kelmasdi, shuning uchun o'simlik bilan to'smoqchi bo'ldik. Shpalerani o'tgan yil ekdik. Bu shpalera dekorativniy nok. Juda chiroyli bahorda gullaydi va mana barglari hozir chiqqan. Undan tashqari hosillari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Vot, lekin bundan oldin betga biza yam-yashil kiparis lilandiyali ekanmiz, 6 metrli 4 tarcha ekanmiz. Oxiri bittasi quridi, keyin ikkinchisi quridi. Uni almashtirdi. Qarasa, bir yildan keyin yana qurishni boshlayapti. В итоге bitta xulosaga keldi, analiz qilib, что bu yoq zahro joy ekan. То есть, tegida namli joy. Shuning uchun albatta hovliga gul tanlayotganida turponi ham analizini qilish kerak bo'ladi. То есть, ba'zi o'simliklar vlagani xohlaydi turpoda, ba'zi o'simliklar quruqlikni xohlaydi. O'shanga moslab o'simlik tanlash kerak bo'ladi. Вот, shuning uchun желательно mutaxassislarga murojaat qilishinglarni so'rayman va bu mutaxassislardan bahor gullarida ham bor. Esichu murojaat qilinglar. Bir 4-5 yil ilgari Makaoga borganmiz. Makaoda ham landshaftlar rosa chiroyli qilinar ekan. Xullas, ularda ham gazon в принципе ishlatilmas ekan. Mana kustarniklardan har xil bo'lib nima deydi? Gilam shaklida rasmlar solinar ekan o'simliklardan. Biz ham mana shu zonani, shu Makaoda bo'lganimizda niyat qilib qo'ygan edi. Turmush o'rtog'im mana shu zonani o'tgan yil ekib berdilar, mana shuna qilib. Lekin o'tgan yil mana shu polni gazon bo'lardi. То есть landshaftda ham biz har yili bir narsa o'zgartirib turamiz. То есть bitta qilib qo'ydi, bo'lishi bilan 20 yil turmaydi bizda landshaft. Bir narsa har safar yana ham yaxshiroq stilga, то есть ko'rinishga kelamiz va o'simliklarni ekamiz. Вот, значит, o'rtada mana bitta gazonimiz bor. Mana o'taman hozir. O'ziga yarasha bu yoqga nimaga gazon qoldirdi? Bu yoqda bitta lipa daraxtimiz bor, bir. Bu yoqda sliva daraxtimiz bor, sliva pisardi. Diki olcha deyiladi, juda chiroyli. Va bu yoqda yana lipamiz bor. Значит, Euchlora lipasi yiri bayli bo'ladi. Bargi usti tomoni yashil, tek tomoni serebristay rang, juda o'zgacha. Xullas, bu uchta daraxtni nimaga ekdik? Hovlimni ko'rdinglar, ochiq juda, atrof muhitda bargli daraxtlar umuman yo'q. Вот, biz bu yoqda yana ham salqin yaratish maqsadida mana shu 3 ta daraxtni ekdik. Bu daraxtlar xudo xolasa, men aynan o'zim kelajakni tasavvur qilaman. O'shandan kelib chiqib, daraxtni расположениясini, o'simliklar расположениясini moslab loyihada chizamiz. O'shanga qarab keyin landshaft yaratamiz. То есть, hovlini biz bilishimiz kerakki, bu oddiy g'ish emas, oddiy beton emas. Oddiy masalan, uy loyihasini qildingiz-da, hozir siz bo'ldi, bu uy loyihasini qurdingiz, bu 30 yildan keyin ham xuddi shunaqa turadi. Landshaftda umuman boshqacha landshaft o'sadi. Yoshi bor, yoshiga qarab bo'y-basta o'sadi. To'g'ri, lekin biz professionalniy servis отделimizni yondashuv qilib, daraxtni semirtirishimiz mumkin, kronasini kichkinalashtirib o'stirishimiz mumkin. То есть, o'simliklarga alohida barberlik qilamiz deylik, как sartaroshlik qilamiz-da. Strishka xizmatlarimiz bor. Mana meni uyimda ko'p o'simliklar, deyarli hamma o'simliklar har yili butaladi, strishka qilinadi. Bu nimaga kerak? Bu narsa kerak bo'ladi, чтобы o'simlikni nima deydi? Haligi 90 ga 60 figurasini yo'qotib qo'ymaslik uchun. Вот, то есть odam zoti ham mana yoshi katta bo'lgan sari semirib ketadi, boshqa qiladi. O'simlik ham xuddi shunaqa semirib ketadi va har yili
o'simlik butalsa, u semirib ketmaydi, chiroyli figurniy bo'ladi. Faqat yoshi o'sganiga, masalan, stvoli semirishi mumkin, lekin kompaktniy bo'ladi. Chiroyli, shaklli ushlab turadi ancha yil. O'simlikni kesmasangiz, u yovvoyilashib ketishi mumkin-da. Yovvoyilashib, nima desam ekan? O'rmonlarda o'simliklar qanaqa o'sadi-da? To есть qanaqadir произвольный o'zini formasi bilan. U o'simliklarga odamning qo'li tegmagan. Agar sizlar ham o'simligingizlar chiroyli 60 ga 90 bo'lishini xohlasanglar, albatta yiliga bir marta bo'lsa ham bog'bon chaqirtirib, o'simliklarga shakl berishni unutmanglar. Bu narsani mavsumi taxminan daraxtlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsa, daraxt bargi to'kilgandan keyin bu где-то noyabr oxiri va fevral oxirigacha periodlar bor. Shunaqa paytda kessanglar bo'ladi. Archalarga kelganimizda, archalar martda oxiridan mayga 20-sanasiga qadar kesiladi archa. Yana bitta narsani ko'rsataman. Ikkita kartamda, o'vani kartamda besetka turgan kartada, mana shu kartada gir aylantirib, kontur berib atirgul ekamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mix qilib ekamiz, rang-barang. Juda chiroyli. Lekin chota sariq rangi yo'q ekan. Mayli, unisi ham yaxshi. Bu yerda garmoniya oq, malinoviy, pushti rang. Shunga yaqin ranglar. Atirgulimiz juda ham chiroyli, mana kontur qilingan. Atirgul masalasida ko'plar so'raydi, prezidentskiy atirgul bormi deyshadi. Haligi SSR paytida prezidentskiy atirgul moda bo'lgan ekanda, katta-katta gullardi. Endi men u atirgullarni eslayman, chunki meni davrimda o'sha atirgullar yo'q bo'lib ketgan. Meni davrimda o'sha yangi gibridniy payvand qilingan, yangi navli atirgullar paydo bo'lgan davr. Shuning uchun bu atirgullar haqida men sizlarga ma'lumot bera olaman. Atirgul bahordan kech kuzgacha gullash uchun atiga bir 3 xil narsa qilish kerak bo'ladi, arzimagan narsa. Birinchisi, bahordan boshlaymiz. Bahorda atirgullarga shira tushadi. Ya'ni bahorda yomg'ir mavsumimiz bo'lgan paytda, ko'p yomg'ir yog'gan paytda atirgulga shira yopishadi va o'sha shirani qanaqa qilib bilsanglar bo'ladi, atirgullar g'unchalarida, mana uch tomonlarida cho'monlarga o'xshagan pashshalar, mayda pashshalar paydo bo'ladi. Teg ko'rsangiz shirani anaqasi keladi. Shiraga qarshi dorilashinglarni tavsiya qilaman bahorda 3 marta. Va undan tashqari kul kasalimiz tushadi atirgulga. U ham bahor oxirlarida tushadi. Unga ham qarshi dori bersanglar bo'ldi. Atirgul boshqa kasallik O'zbekiston iqlimida. Atirgulimiz juda ham chiroyli gullashib boshlaydi. Bitta patoka gulla bo'lgandan keyin atirgullar taxminan 1,5 oy davomida gullaydi va 1,5 oydan keyin atirgullar уже ko'rsanglar bo'ladi, gulla bo'lib, уже sarg'ayishni boshlaydi gullari. O'sha atirgullarni yerdan taxminan 1-1,5 qarich pastdan qoldirish kerak, kesib tashlash kerak bo'ladi atirgullarni. Mana shunaqa etapidan o'tkazsanglar atirgullarni, bu yana bitta etap gullashib boshlaydi. 20 kundan keyin yana mana shunaqa juda ko'p gulini beradi. Va mana shunaqa strishkani yil davomida taxminan 5 marta men o'zim qo'limda qilaman. Shuning uchun meni atirgullarim bahordan kech kuzgacha gullaydi. Endi bizda magnoliya bor bu kartamizda. Bu noodatiy shaklda sharavidniy magnoliya, vечно зеленый magnoliyamiz bor. Mana g'unchasi hozir o'sib qopti. G'unchasi xudo xolasa shir, juda chiroyli, mana bunaqa kremoviy rangda gul beradi. Juda ham chiroyli. Vечно зеленый magnoliya bilasizlar, beozor, O'zbekiston iqlimida quyoshda bemalol yashaydi. Lekin ko'plab magnoliya oladi, har yili butamaydi. Mayli, hatto 3 yilda bir marta butashinglar kerak bo'ladi. Shunda u kompaktniy formaga ega bo'ladi va ichki tomonlarda ham baylari yashaydi bemalol. Agar kesmasanglar, teg tomonlarida shoxlar qanillashib, yangi nihol chiqmaydigan darajaga keladi. Faqat ichki tomonlarida bayla bo'ladi. U уже dikiyroq shaklga keladi. Shuning uchun tavsiya beraman, 2-3 yilda bir marta magnoliyani butashinglar kerak. Mana bu bizani basseynimiz katta. Hozir endi 1-2 kundan keyin chiska qildiramiz, keyin suv to'ldirib, fontanlari ham bor, juda ham chiroyli. Maza qilib bolalar cho'milishadi. Bu yoqda basseyn atrofida, в принципе, bizni o'ylab ish qilganmiz. Nimaga? Bargli daraxtlar yo'q. Bitta ham katalpan hisobga olmasa, qolgan joylarida atirgul, kiparis и shamshot vечно зеленый. Maksimalniy basseyn oldiga bizni barg o'zidan tashiydigan o'simliklarni ekmaymiz, chunki basseynni musor qilib tashiydi. Shuning uchun basseynga yaxshilab qarab e'tibor beringlar. Planshat qilayotganingizda. Bu katalpa juda ham chiroyli. Bilmayman, shu katalpani o'zi 2 yil bo'lib bitgan ekanimga nimaga? Xohladim basseynni oldida juda ham chiroyli bitta yashil qanaqadir krona bo'lishini. Va mana katalpadan krona yasadi. Yonida ikkita shtampoviy roza bor. Yana atirgulga qaytamiz. Atirgul rosa yaxshi ko'ramiz biz, chunki atirgul zo'r.
Faqat zo'rlari ham bor. Bahor gullarida juda ko'p turdagi atirgullar bor. Mana bu atirgulni ko'rsanglar bo'ladi. U Angliyadan olib kelingan atirgul bo'ladi. Angliskiy atirgul. То есть Buyuk Britaniyada navi topilgan David Austin kompaniyasi bu atirgulni ishlab chiqaradi. Dunyo bo'ylab nomer 1 atirgul bo'ladi. Hidi ham zo'r, ham pianovidniy atirgullari ham bor. Chayni rozalar deyiladi. Rosa zo'r. To'g'ri, oddiy atirgulliga nisbatan ular qimmatroq, taxminan 35-50 dollar atrofida bo'ladi bitta butasi. Mana bu chetida ekilgan atirgullarni ko'rsanglar, bular taxminan 10 dollardan 20 dollargacha. To есть hovliga tavsiya qilaman. To'g'ri, orasida qimmatroq o'simliklarni ham ekishinglar, to'g'ri, kamroq bo'lishi mumkin. O'zgacha, masalan, hid beradi, ko'rinishi ham boshqacha bo'ladi. Вот. Bu yerda atirgul shpalerasini yasaganmiz, mana shpalera temirdan. Chirmashi bo'ladigan atirgul ekkanmiz. Buni ham hidi bor. Gullayapti, lekin atirgullarim hammasi sog'lom, chunki srazu kasal ko'rsam servis отделga telefon qilaman deb, "Sroch" deyman, "Srochga komandani jo'natgin" deyman. Srazu ertasiga keyinisiga jo'natadi. Atirgulga, kasalga yoki boshqa o'simliklarning kasal bo'lsa, dorisini qilib ketadi. Обязательно o'simliklarni orasida qarab turinglar. O'zi kasali shuni bilim turadi, o'zi yetib turadi atirgul. Va kasalni ko'rsanglar, uni bartaraf etish uchun bu bog'bon chaqiringlar yoki o'ldim deganda bahor gullariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Вот, bu yoqda bizda endi katta mana bunaqa arka qilingan, o'zi juda ham chiroyli. Bilmadim nimaga arxitektor bunaqa arka сооруженияsi bergan. Mayli. Ichiga to'ldirish uchun va mana devor yopish uchun metallichskiy arkadan oldi, bahor gullaridan. Mana bu ham atirgul bilan chirmash bosgan, chiroyli. Bu ham o'zgacha vid berib turadi hovlimizga. Yana atirgulga kelyapmiz. То есть Milan degan roza. Mana bu yerda berkalari bor. Bu Gollandiyadan olib kelingan atirgullar. Bular hammasi litsenziyasi bor atirgullar, to есть oddiy xashak atirgullar emas. Вот, litsenzirованный atirgullar. Bilasizlar, litsenziyasi bor narsa bu degani noodatiy, to есть takrorlanmas navga kiradi. Shundan kelib chiqib, narxlari ham o'shanga o'ziga mos bo'ladi. Вот. Tegida bizni flox ekkanmiz. Floxi bu binafsha rangli, u ham bodroqga o'xshaydi, dumdumoq gullaydi. Hidi juda ham chiroyli bo'ladi. Flox bor. U hozir yoz oxirida gullaydi va sentябринки degan sentyabrda gullaydigan ko'p yillik o'simliklarimiz bor. Вот. Lekincha, masalan, mana qaranglar, meni uyimda juda ko'p yillik o'simliklar bor, lekin ko'p hovlilarda ko'p yillik o'simliklar bo'lmaydi, chunki ularga kim bog'ini qilib berayotgan bo'lsa, to есть, ya'ni ko'p landshaftniy dizaynerlar ko'p yillik o'simliklar bilan umuman ishlashmaydi, chunki nima desam ekan, avvalambor narx arzon. Birinchi ekkaningizda srazu vid bermaydi. Man ishlayman ko'p yillik o'simliklar bilan. Menga hozir birinchi ekkaningizda srazu vidi kerak emas. Menga uni 1 yildan keyin, 5 oydan keyin o'zini qanaqa tutishi kerak. Shuning uchun men o'zim uyimga ko'p yillik o'simliklardan ko'p ekkanman va bahor gullarida ham bor. Taxminan bir 30 xil turda ko'p yillik o'simliklar bor. Agar sizlarning ham hovlingizga ko'p yillik o'simliklar kerak bo'lsa, bemalol bahor gullariga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zi unaqa arzimagan pullar turadi. Prosta endi gruppa qilib ekish kerak bo'ladi. Ya'ni bitta ekkan joyingizga 20 ta, 30 ta, 40 ta eksangiz juda ham chiroyli anaqa bo'ladi. Gruppoviy posadka bo'ladi gullaganida xuddi bir gilamga o'xshab turadi. Xullas, ko'p yillik o'simliklardan ekishinglarga tavsiya qilaman, juda ham chiroyli. Bitta kartamiz qoldi. Juda chiroyli karta. Yil davomida mana shu yerda kamida 3 oy vaqtimizni o'tkazamiz. Mana shu o'tiradigan, to есть dam olish zonamizda. Bu yerda biz mana bunaqa so'ri qildirtirganmiz. O'zi bu tayyor so'ri. Italiyadan olib kelganmiz bu so'rini, konstruksiyani. Bu o'simlik glitsiniya, wisteria deyiladi. Juda chiroyli binafsha rang. Uzun mushodasiga o'xshab gullaydi, rosa chiroyli. Lekin 4 yil bo'lgan bo'lsa ham hali bir marta ham gullamadi. Bilmadim, bu yil razbor qilaman nima uchun gullamaganini. Menimcha qanaqadir spetsialniy o'g'itlarni qilmaganmiz yoki noto'g'ri strichka qilganmiz. Вот, lekin gullasi zo'r bo'ladi. No, guli не важный. Важный mana shu yerda biz o'tiradigan joylarimiz bor. Quyosh to'sadi. То есть so'ri. Juda chiroyli. Har kuni kechki payt, hozirgi kunda kechki ovqatda mana shu yerda qolamiz, bolalar bilan maza qilib shamol bo'ladi va mana shu tabiatdan bahramand bo'lib kechki ovqatimizni qilamiz. Xullas, landshaft yaratganimizda biz mana shu narsalarni orzu qilganmiz. Hovlida ko'proq vaqt o'tkazishimizni. Lekin hovlida ko'proq vaqt o'tkazish uchun alohida yondashuv kerak loyihada. Вот. Bu yerda endi listopadniy achir Grimson Centri bu juda chiroyli. Bordoviy rangli klon. Juda ham chiroyli, piramidalniy shaklida, o'ziga yarasha.
Вот, bu yoqda голубой yel. Ko'pchilik so'raysizlar, mana bizdan so'rashadi, qaysi голубой yel eng zo'r deyshadi. Men 20 yildan ko'p tajribaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida ikkita sortni sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Bitta sorti Fatalbert sorti bor va Hupsi sorti bor. Ya'ni Piche pungens Fatalbert и Piche pungens Hupsi deyiladi. Bu lotin tilida nomlari. Bu hozir to есть Hupsi sortimiz. Hupsi sortimiz nima bilan farqlanadi? Boshqa голубой yelliga nisbatan avvalambor moviyligi, to есть rangi moviy aniq-taniq va yaproqlari, ninalari uzunroq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, pishni juda ham chiroyli. Mana bunaqa shishkalari chiqqan. Hozirgina menimcha 15 kun ilgari bu shishkalari takoy rozовый rangida, juda chiroyli. Aytmoqchi bo'lganim, men mutaxassis bo'lganimcha uyimga Hupsi sortini tanlab ekkanman. Голубой yel bitta Hupsi sorti bor menda va ikkinchi sorti bu Piche pungens Globosa sorti, juda chiroyli. Bu nima uchun Globosa deyiladi? Bu payvand qilingan голубой yel dumdumaloq sharavidniy shaklda, to есть tarelka sifatida, to есть niskoroslый archa hisoblanadi. Вот, men uyimda ikkita голубой yel turi bor. Xullas, bu yoqda 3 ta голубой yel ekilgan, lekin taqdir taqozosi bilan mana 3-chisi qurishni boshlabdi. To есть o'simliklar shunaqa injiq narsaki, даже men mutaxassis ba'zi paytda qo'limdan kelmaydi bularni saqlab qolishga. Shuning uchun sizlar ham landshaft yaratganingizda bilinglarki, что o'simliklar не вечный. Bu issuv jonga o'xshagan narsa. Qanaqadir mana qaranglar, 3 ta голубой yel bir xil joyga ekilgan, bir xil suv quyilgan, bir xil o'g'it berilgan, bir xil quyosh tushib turadi, lekin bittasi qurib qoldi. Bu savolga javob yo'q. Вот. Bu yoqda klon ekilgan, bu ham boshqacha turli klon, qip-qizil, chiroyli, yam-yashil manzarada qip-qizil klonimiz juda chiroyli effekt beradi. Ko'rsanglar bo'ladi. Peyzajimiz zo'r. Va magnolia. Bu magnolia mana bu yil chiroyli bo'ldi. Undan oldin bir sovurdi, boshqa qildi, keyin uni kesib tashladi ingichka qilib. No, в итоге mana saqlab qoldi va piramidalniy shaklga keltirdi. Juda ham chiroyli. Вот, endi mana mamda klon dalnovidniy bor, juda chiroyli. Bu klon ham qimmatbaho. Masalan, mana shu klon hozir taxminan bir 2,5 ming dollarlik o'simlik, yoshi katta, juda ham chiroyli, mayin polutenga keladi, ya'ni yarim soya joy bo'lishi kerak. Вот, tegida hosteli kelgan. Mana letniy kuxnyamiz. Letniy kuxnyadan yo'ligimiz bor. Ko'chaga chiqib ketadigan, ishning oldiga boradigan. Bu yoqda mana bunaqa uzuncha alohida yashil ionimiz Benko Masaki bilan ajratib qo'yganmiz. O'rtasiga lileynik ekkanmiz, oppoq lileynik, xullas korolevskiy lileynik. 2 oydan keyin gullaydi, oppoq lileylar gullaydi mana shunda, juda ham chiroyli. Va 3 ta вечный зеленый magnolia ekkanmiz. Bittasi reanimatsiyada hozir. Mana qaranglar, bu yerda ham 3 ta bir xil magnolia bitta zonaga ekilgan, lekin bittasi kasal bo'lib qolgan. Вот. Bu yoqda gartenziya bor. Bu gartenziyani menimcha keyingi yil olib tashlasam kerak, chunki menga yoqmayapti. Вот. Ba'zida biz ham bahor gullariga yangi novinkalar olib kelamiz. Endi assortimentimizni to'ldirishimiz kerak, chunki klientlarni ko'yniga qarashimiz kerak. Вот. Bu gartenziyani bahor gullariga 2 yil bo'ldi olib kelganimizga. Bu vyushi gartenziya edi. No, в принципе, нормальный. No, bunga ham qanaqadir shpalera, qanaqadir so'ra kerak yoki devor kerak. Shuning uchun bu gartenziyani keyingi yil olib tashlayman. Bu ham zo'r gullaydi, salqinga moslangan gul. Вот, endi mana mamda qamichga o'xshagan, otini bilmayman, точно, juda ham chiroyli gullaydi hozir bu, o'ziga yarasha. Va mana mamda ko'p yillik gullardan yana bitta kompozitsiya gruppirovka qilingan. Mana mamda yarim soya joyimiz bo'lgani uchun bu yoqga biz Traxxus bakata spiral shaklidagi ekkanmiz, juda ham chiroyli. Mana hozir uyg'ongan. Taxminan barglari qotgandan keyin bitta strishka qilib yuborsa, yasniy spiralovidniy formaga keltiramiz. Gulim haqida aytib bermoqchiman, archam to'g'risida. Buni biz o'zimizga yaratdik. Bu Juniperus mint Juliet sortidan oddiy kichkina Juniperusida 3 yoshli ekib qo'ygan edik. Lekin o'sdi har yil strishka qildik. Katta mana shunday можжевельник bo'lib qoldi. Bu yil qaror qildim buni bonsai shaklida strishka qildirishga va bolalarga aytdim, strishka qilib ketishdi. Ana kino bordi-yu, David Ruki nojniцы. Barmoqlar o'rniga qaychi bo'lardi-yu, hamma narsani kesib tashirdi. Xullas, biz servis отделimizda shunaqa mutaxassislar bor. Любой narsani ko'rsatsangiz, chiroyli shaklga keltirib berishadi. Вот, mana bunaqa narsaga keltirtirdim. Va uyga kiraverishimizda ikkita klumbamiz bor. Bu klumbaga
Menimcha 3-попытка qildi, lekin 3-chisida prям в яблочко deydi-yu. Xullas, beton ustida mana bu mramor issuli, tepadan issuli tushganini hisobiga ko'p o'simliklar yashab keta olmadi bu yerda. Oxiri Bahodir akam Kiparis Arizonka ekamiz dedilar. Garantiya ko'karadi dedilar. Men aytdim ko'karmaydi. Bu baribir issuliga tegadi bunga yoz dedim, lekin mana ko'kardi. Hozir 1,5 yildan beri turibdi. Xudoga shukr. Endi qaranglar, bu yerda Kiparis Arizonka ekamiz va yana mana Lileynik ekamiz. Lileynik juda ham chiroyli va tagida barbaris ekamiz. Bo'ldi. Va hayron bo'lsanglar mumkin. Mana bu setka o'rnatilgan bu yo'ga. Nima uchun bu setkani qilganmiz? Xullas, bizning hovlimizda Spitz parodasida kuchugimiz bor, oq, juda ham chiroyli kichkina Eugene ismli. U har doim mana mashqqa kelib olardi, yotaverardi mashqda va gullarni sipirib dumi bilan ana qilib tashirdi, yomon qilib tashirdi, o'smasdi. Shuning uchun biz mana shu kuchuk mashqqa kelmasligi uchun mana shuni qilib qo'yishga majbur bo'ldik. Вот. Так что agar uyda kuchuklar bor odamlar e'tibor qilinglar. Kuchuginglar qatta ko'p o'tirishni xohlasa, o'sha yerda gullar o'smaydi. Xullas, mana sizlarga $200,000 landshaftga ishlatilgan hovlini obzorini qilib berdim. Men o'ylaymanki, bu video orqali siz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni oldingiz va landshaft yaratishdan oldin ming o'lchab bir kesishni men sizlarga o'rgatdim va siz landshaft o'zingizga yaratmoqchi bo'lsangiz, bahor gullariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizani yondashuvimizni har bitta proyekt uchun alohida yondashuv ko'rsatamiz, individualniy podxod qilamiz. Lekin yana bir narsani aytib ketaman. Uyinglar, yangi uy qurilayotgan davrda taxminan brushatkalar qilinmasdan oldin уже landshaftchilarni taklif qilib, proyekt zakaz qilsanglar bo'ladi, chunki bu proyekt ustida kamida 1 oy, 1,5 oy ishlaganinglarni tavsiya qilaman. Chunki 1 oy, 1,5 oy ichida mingta fikr keladi, v itoge bitta fikr qoladi. Вот. Pastda описаниеda to'liq ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin va bahor gullarini, ya'ni meni kompaniyamni kontaktlari bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin va bizani servis, proyektni отделlarimizni выездga chaqirishingiz mumkin. Konsultatsiyamiz bepul Toshkent shahrida. Hammalarga rahmat, xayr.